Qamchibek Tashiyev Qirg'izistonga qaytdi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov xabar axborot agentligiga bergan ma'lumotlarda nima sababdan Qamchibek Tashiyevni ishdan olgani va 75 kishining sirli maktubi to'g'risida to'liq va aniq ma'lumotlar berdi. Sadir Japarovning xabar axborot agentligiga bergan ma'lumotlariga ko'ra, ayrim partiya vakillari boshqa bir partiya vakillarini oldiga borib, siz biz tomondamisiz yoki u tomondami deb o'zlarini pogonlarini ko'rsatib, biz general tomondamiz deb ularni ajratishga uringan. Va buni ortidan oqsoqollar ham ajrala boshlaganligi haqida Sadir Japarovga aniq ma'lumotlar yetib borgan. Va Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov zudlik bilan Qamchibek Tashiyevga qo'ng'iroq qilib, vaziyatni tushuntirib, uni ishdan olinishi haqida aytgan. Prezidentning gaplariga ko'ra, bu vaziyatlar ularning do'stligiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda 13 fevral kuni tongda Qamchibek Tashiyevni Yevropadan kelgani va bir necha mashinalarga o'tirib chiqib ketganligi haqida videolar tarqadi. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va men bilan birga dunyoda bo'layotgan voqealarni kuzatib boring.